Termiz shahri Yashil dunyo hududi Beksaroy uylarining tagida joylashgan Havas Norin oshxonasida ajoyib aksiyalarga start beramiz. O'zi men parhezdaman. Endi shuncha ovqatni hammasini yeb beraman. Negadir shunaqa videolar qorin och vaqti chiqadi-ya. Videoni oxirigacha ko'rsangiz maza qilasiz. Havas Norin oshxonasida KFC'lar juda mazali ekan. Qanday qilib oxirigacha yeb qo'yganimni ham bilmay qolibman. Hali bu boshlanishi. Ana endi navbat somsavoylarga. Bu yerdagi somsalar tovuq go'shtidan tayyorlanib, ichiga sir solishar ekan. Juda ham mazali bo'lar ekan. Tavsiya qilamiz. 10 tacha somsani qanday yeb qo'yganimni o'zim ham bilmay qoldim. Somsalar birin-ketin oshqozondan joy oldi. Yumshoq va mazali bir pasta patnis bo'shaganini sezmay ham qolibman. Jigar, bu norinlarning turishini qarang. Toshkentning haqiqiy norin ta'mlarini aynan shu yerdan topar ekansiz. Qazilari bilan qo'shib tanovul qildim. Izdan esa issiqqina sho'rvasini ichib, oxirigacha tozalab yeb qo'yganimni sezmay ham qolibman-ku. Termizda unday joyda topilmaydigan uyg'urcha lag'monni ham aynan Havas oshxonasidan topa olasiz ekan. Ta'miga esa haqiqatda gap bo'lishi mumkin emas. Jigitning jiligi to'q bo'lsin, ko'kayi ko'klamday ko'k bo'lsin deb endigi navbat jilikka 5-6 soatlab qaynab pishadigan ilik sho'rva. Sovuq kunlarda belga kuch bo'lar ekan. Menimcha bugun ovqatlar jangi bo'ladi-yu. Mana shu kotletlarni bir tishlashda yamlamay yutib yuborar ekanman. Parhezim buzilmasa bo'lgani, qolgani bir gap bo'lar. Qay biriga siqilay? Mana shu taomning nomi nima ekanligini topolmadim, lekin rosa mazali ekan. Nomini bilganlar kommentariyaga yozib qoldiramiz. Bir qorin bo'lsa to'yay ham deb qoldi. Shu oshni bir nafasda yeb qo'yaman-da, qolgan taomlarni yemasdan abzor qilib beraman shekilli. Parhezim buzilib ketmasin. Kuningdan bir kuning qolsa ham osh ye, pulingdan bir puling qolsa ham osh ye deyishgan insta blogerlarimiz achchiq qalampirlar esa ishtaha ochish uchun juda zo'r. Salyonli salat ham uvol bo'lib qolmasin deb bir ko'tarishda ichib qo'ydim. Havas Norin oshxonasida undan tashqari biftek, suyuq lag'mon, qaynatma sho'rva, ilik sho'rvalar ham bor ekan. Manti qozonda xil bo'lib pishgan qozon tandiri yeganmisiz? Bu go'shtlarni esa kilolik va pors hisobida ham sotilar ekan. Sho'rvasi esa bonus shunchaki qo'shib berilar ekan. Shu go'shtdan bitta yeyman. Bo'ldi, shu oxirgisi bo'la qolsin. Desertga esa o'zlari pishirgan shiringina shirinliklar sizlarni kutmoqda. Ish vaqti esa 3 mahal nonushta, tushlik va kechki ovqatlarning barchasini topa olasiz. Bonuslariga kelsak, agarda siz tashrif buyurib yoki dastavka qilib 100 ming so'mdan ortiq xaridni amalga oshirsangiz, bitta kola yoki limon choy bonusiga qo'shib berilar ekan. 100 ming so'mdan kam xarid uchun esa necha kishi bo'lsangiz ham har biringizga bittadan kofe qo'shib berilar ekan. Buyurtmalar uchun raqamini qoldiraman. Yashil dunyo hududiga yetkazib berish mutlaqo bepul ekan. Xullas qilib aytganda, tashrif buyuring va guvohi bo'ling. Shuncha ketgan vaqtingizga esa rozi bo'ling. Shu videoga bitta like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosish esdan chiqmasin. Alo xotin, ovqating tayyormi? Ha, qorin o'lguday och, boryapman uyga. Bo'ldi, xo'p.